Temurbek falan. Kurashtiring 50 ming so'mdan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Samarqand viloyati palonlar eshitamiz endi. Mana bu Mehnatobod mahallasidan o'qiydigan 6-7 sinfda o'qiydigan palonlar bor-ku. Ana shularga mana 200 ming so'm Novruzchilar hisobidan choy. Parasini o'zim qo'yaman, lekin o'ylab ketar. Bektash polvon bugungi kurash. Mana o'rtada sport maktabda o'qiydigan palonlarga bor. 7-chi, 6-chi, 8-chi sinflarga 200 ming so'm choy. Shu raqamni oldim. Bormi mana Temurbek palonga Nurobodda? Mana palon aylantiring 200 ming so'm zot choy ko'targan. Talabga to'ping. Temurbek palon. Mana iko yozyapti-ku. Yozmaydimi? 92-yillar mana Davron Gartak tartib olib beringizlar. Qani sizlar? Palon kel bu yoqda. Ma, palon. Ma, kelin oldi. Kes. Kel. Bulaklamaydi. 92'lar davraga qarangizlar. Qani sizlar? Mahalliy palonlardan Aslan palonga bormi? Bormi? Bo'ladimi? Bo'ladi, keng. Hozir Aslan o'tirib tur mehnat. Menga choyga. Nima o'zingizni tursin. Nuroboddan Temurbek palon. Bunga talab qilyapti. Temurxo'jadan Aslan palon. Novruzchilar hisobidan 200 ming so'm boshlanishi. Kurashtiring mana. Bormi mana mahalliy palonga? Bo'ldi, ikkita qilib yetalab kelmaysizlar. Mana palonga jo'natingizlar. Mahalliy palonga bormi? Ana shu burchak yetalab ko'payyapti-da. Mana palon, qo'yaring mana palon. Kel. Qaranglar, palonlar. Bo'lmaykansa palon o'tir. Mahalliy palon ligatasi bor. Kim olishadi? Kel. Bo'lam buni. Kel baqa. Tayyor bo'l, kel, birda krasotani chiqdi bu. Yechibdi, davraga ichma. Bo'ldi, parasi bor ana. Mana parasi bor. Mana. Solay endi, ko'taring. 92'lar. Mehrida. Qoranglar, tartibga. Mahalliy palonlardan Aslanbek palon. Bunga talab qilyapti Ilim qishlog'i Muzaffar palon. Boshlanishiga Novruzchilar hisobidan 150 ming. Yutinglar, malaqa 90. Ha, shu bir chekka bor. Yutinglar. Oboring kurashtiring. Malaqa bir ikkidan qolsang bo'ladi. Ha shay. Yut malaqa bir ikkidan qolsang bo'ladi. Ke ana shu ikkala qizimiz keda. Ke. Solay Muzaffar. Ilimdan sen Azizbek falan. Uni talab qilyapti. Nurobod qayerdan? Boshqidiq, Abror palon shogird, Firdaus palon. Ben kurashtiring, hech kim bor. 50 ming boshlanishi. Kurashtiring. Mehrida. Yaxshi kurashda yiqitsa, bitta to'p qo'shib beradi. Nima bo'lyapti Temurxo'jalik futboli? Palonlar. Boyagi maktab internatda o'qiydigan 7-8 sinflarga yana bitta choy bor. Mana 200 ming so'm. O'rtada. Parasini o'zim qo'yaman lekin. O'ylab ketar, o'ylab. Ana orqangda keldi para. Tasha. Katta bo'lsa choyda o'ynab ber. Kurashsang tasha. Kurashmaysanmi? O'tir. Mana. Hazorg'on chandirlardan bormi talabgar? Ke.
Mana hurmatli kurash Bo'ldi, muxlislari. polvonlar. Polvonlar kurashyapti ajoyib. Tartib qoidalarini Menga ber. Kepallar. Bor ekanda. Ilmdan Sardor Polvon. Bunga talab qilyapti. Murodlar. Chandirlardan ekan. Mana shu Norischilar hisobidan boshlanishiga 200 ming so'm. Qaysi makol bo'sh? Mana o'rtaga, mana aka. Bang, makol bor. Bektash polvon bir kengda. Hozir. Bak. Yiqitgan balon zotini olmas, olvar. Umid aka, assalomu alaykum. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Berib qo'ying. Kel. Yaxshimisiz? Kirashinglar, молодец. Qandaysiz aka? Ishingiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Bayramlar Mollar keldimi, mollar? O'tiribdi. Qayerdan? O'zbekiston keladi. Yo'q. Ha, hurmatli o'rtadagi davralar, Norischilar bir nima iltimos qilyapti-da, bitta eshitib quloq solaylik. Mana bu o'rtada vakollik qilayotganlar bor-ku, mana. Umid aka, Xayriddin aka, Shohrux aka, Usmonov Ilg'or aka, Mamasoliev Mehriddin aka, Yo'ldoshev Odil aka. Mana shu 6 ta vakol yozib berganda, shundan leshtasi chiqingizlar iltimos. Qolganlar yondan shunday tartib saqlab turingizlar, o'zlaringizga yaxshi. Qaningizlar. Bo'shashma, kirash. Nima qilyapti Shohrux polvon? Pichoqlashyapti bular. Pichoqlashtirib. Nima bo'lyapti? Kel polvon. Qaydansiz? Ha? Temirxo'jadan isming? Ha? Azim polvon. Talab qilyapti. Ha. Ikkoyam Temirxo'ja aka. Bo'laveram. Qarang, ertaga otasi janjal qilib kelmasin ikkovimizga. Isming? Afros polvon. Kurashtiring onaga. 50 ming boshlanishiga polvonlar. Nima bo'ldi Umid aka? Halolmi? Halol ana shu polvonniki. Olib kel. Hurmatli kuzatuvchilar, mana xudo xolasa o'ta ajoyib bo'lyapti. Polvonlarimiz kurashyapti mana. Bahor, chiroyli kayfiyat. Alloh barakasini berdi. Yomg'ir tushdi mana. Nasib bo'lsa, mana yosh polvonlarimiz kurashyapti. Hozir. Ana. Mana bu yerda Halol bo'lgani Sherali polvon. Zotini oling. Polvon hurmat qilib olishing, ko'rishing polvon bilan. mana katta polvonlar. 8-9 sinf yigitlar polvonlarga bir adyali bor, 200 ming so'mlik, ustiga 100 ming so'm polvon. Bo'ladimi? Bo'ladimi? Nima choy ko'taringsan bo'lmasa? Ha? Choyni ber. Kel, ana shunday bo'ladi. Zo'r kelgan ekan, tashlab qochasan. Kel. Bormi mana ishtiqonlik bo'ladi. Tashlab. Bo'ladi, kel yo'q, menga qara. Ishtiqondan Samariddin polvon. Bunga talab qilyapti Pazdarg'om Bog'onalidan Elnur polvon. Kim bo'sh? Shohrux bo'shmisiz? Kel. Boshlanishiga Norischilardan
300 ming so'mlik bitta adyol, 100 ming so'm ustiga puli bor. Kurashtiringlar shuni. Kim bo'sh? Umid aka bo'shmisiz? Kim? Mana polvonlarimiz kattalashyapti o'zi. Temurxo'ja yaxshi yiqitganiga zot qo'shib berasiz. Keling, oq ko'rchali palona, kelinglar. Kel, choyga olib qo'ydik, sendan boshqa olishtiramiz. Kel bu yoqqa. Kel. Hey, senga tepma. Kel. Rohlaysan, yoqqa qara. Archamaysiz. Bormi mana palonga? Yaqinlashtir. Kel, yurang urganing-ku, bo'ladimi? Kel, hech kim bor tatishdan bizni. Katta suydi yaxshi. Olingizmi bu? Uchinchi o'g'ilni sen yiqitgani qarab tursang bo'ladi. Hozir mana bittasi bo'shasin bato'rlarni. Kel. Yiqitdimi Umid aka? Halollanish qizimizdik, Temurxo'jalik qizlik. Zotini olib bering. Bor qizim, to'g'ri bor 50 ming so'm zoting bera, bo'ldi. Umid aka, bor. Samarqand shahridan ismi Azizbek polvon. Paralimpiyada dzyudo sport turi bo'yicha Olimpiada chempioni O'tkirjon Nig'matov shogirdi. Talab qilyapti Qazdorxon Zaribdordan Halol. Lazizbek polvon. Boshlanishiga Novruzchilardan 100 ming so'm bitta adyali bor. Ana shu o'rtaga turasizlar. Yiqitdimi Shohrux? Zotini olib bering polvon. Polvon zotini olib bering. Mana hurmatli polvonlar, muxlislar, nasib bo'lsa kurash ajoyib bo'lyapti. Faqat bu yerda bizga neta bo'lgan muzika qo'yilyapti. Mana polvonlar kurashyapti, omadini bersin. Nasib bo'lsa Shohrux, har ikkalasiga ham omad. Shohrux. Kurashlar boshlandi, Navruz kurashlari boshlanib ketdi bu yoq. Mana jigalar. Temurxo'jadan Mehroj polvon bunga talab qilyapti teraklardan. Kim? Anvar polvon. Mana shu kurashtiring. Qarasim 50 ming boshlanishiga. Ho. Kurashtiring. Katta polvonlar, eshitamiz. Maktab internatda 10-11-sinf polvonlari boshlanishiga 300 ming so'm mana Novruzchilardan. Toyka bilan hali ozroqina O'ylab ko'tar aytib qo'ydim. Parani men qo'yib beraman lekin. Zo'r olishadi-da, indamay turdik. yiqitdi mana. Bo'lmaydi, to'xta. Baq aka, sen qo'yda. Bo'ladi mana Surxondaryo, baq kelin oldi. O'tir qo'yganing. Mana. Men aytdim, choyda o'ylab ko'tar, parani men qo'yaman dedim. Bo'ladimi? Mana, Mayda polvonlar. Tartib olingizlar. Bo'lmaydi, menga ber choyni. Choyni menga ber uni. Kel mana Surxondaryolikka. O'tirib turma. Kel mana Surxondaryolikka. Bormi mana Surxondaryolik polvonga? 300 ming so'm choy ko'targan. Hey polvonlar. Qizil Qaron Sardor polvon, kel bu yoqqa. Bu yoqqa kel. Yo'qmi mana Surxondaryolik polvon bilan Nurobodlik polvonga. Esi og'ir deyapti mehmon. Endi mehmonni ham bitta talabini eshitamiz-da. Bormi? Kel mana ikkalasi bilan olishaman degan. Kelinglar, kurashaman deganlar. Yo'qmi?
Yo'qmi? Kim? Qaysiga kurashsan balon? Tasha. Surxondaryolikmi? Tez yechinib ke, olib ke menga choyni. Yechinib. Sardor balonga ke. Bormi? Yo'qmi? O'tirib tur Sardor balon. Tezlashay, tez kelib ke balon. Nima bo'lyapti? Balonlar ke. Shohruh balon keqan. Shohruh ke. Bormi mana Shohruh balonga bitta? Bo'laman orqada. Tashimsan aka. Bo'ladimi ke? O'tirib qolgani. Boya chaqirganda hech qaysing chiqmayotgandim-ku. Sal bitta silovini ko'rib qolsalar bo'lmaydi, qo'ymaysizlar. Navbatdan Shohruh balon. Bunga talab qilyapti. Pazarg'am Chandirdan Azbek balon. 100 ming so'm bitta adiyali bor. Norischilar hisobidan. Mana o'rtaga olishtiring. O't. Oxamjiyam charchamayapsizmi? Qol bozorlar qo'ydingizmi? Yo'q, yo'q. Kelasa. Vaqt erken Surbiya keldik. Qani baxt. Sherisiga Vaqtda ko'p shabr qoldingizmi? Asta. Ya bozor bu ya. mashinani apirguncha boshlayapti. Ela. Молодец. Nima bo'ldi? Halolmi? Halollanish Pazarg'omi palondiki. 100 ming so'm bitta adiyali bor. Olib bering zotini. Qani boyagi Surxondaryolik palon? Tezda shay. Surxondaryolik palon. Vallahi gavda chaqirib qo'ygan. Ikkita mahalliy palon. Mana Surxondaryolik palonga talab qilgan palon qani? Kepalon. Az kela balon paras. Surxondaryolik palonga talab qilgan balon qani? Qay ketdi bu? Urgutdan ekan, qani? Tezki. Tezki balon. Surxondaryo Jarqo'rg'on tumanidan ismi Murod balon. Niyat balon ekan. Unga talab qilyapti. Samarqand viloyat Urgut tumanidan Abdulla balon. Boshlanishiga Norischilardan 300 ming so'm o'yiniga qarab yana qo'shamiz. Kim bo'sh bakolar? Mang. Rajabov Zoir akadan Qankan zo'rin tovuslar endi. Hasan moyim turib keldik stoldan. Kel baqa. Isming nima edi? Isming nima edi? Javohir balon. Nozim balon, mahalliy balonlar, kurashtiring shega balonlar, 50 ming boshlanishiga. Rajabov Zoir akadan yosh bolalar uchun o'zimizni mahalliy palonlarga. Yosh bolalar. 100 ming so'm. Mahalliy palonlarga Rajabov Zoir akan hisobidan 100 ming so'm choy tashlanyapti. Mahalliy palonlarga faqat, eshityapsizlarmi? Mana mahalliy qishloqda balonlarga. Mahalliymi bu?
Bana mahalliy balonlardan bittasi kim kurash aka? Bo'ladi. Musobaqasi bor ekan. Alo. Esa og'irroq deyapti. Bormi yana? Alo. Telefon bo'pti. Assalomu alaykum. Bunisi bilan qara. Bo'lmaygan o'tir. Kibaya Mahalliylar ligasi bor o'ylamayman. Toshchilar nomeri emasmi bu? Ha, mahalliy yosh bolalar mana endi 100 ming so'm. Rajab Zoir aka hisobidan choy tashlanganda. Qani mahalliy yigitlari? Mahalliy yosh bolalar 5-6 bolalarga. Kim? Bu bilanmi? Hozir o'tirib turib ikkita kurashdik. Hozir kurashmaganlar mana kurashtiring. Bormi mana mahalliylar? Favzi, shu bir joy tartib qo'yinglar. Yo'qmi? Orqaga qaytinglar. Hey, bunga mahalliy bo'lish shart emas. Tengin kelsa bo'ldi, kurashtiramiz. Kel. Kim olishadi? Kurashmaysizlarmi? Bor, kemanami kiyib tayyor bo'lib topamiz qarasinglar. O'tir endi sen. Kim bo'shadi? Shohruh, bo'shadingizmi? Kel. Mana ikkita qizimiz olishmoqchi, shular kurashtiring. Qaydan sen? Temurxo'jadanmi? Jasmina bo'lar. Qaydan? Bu ham Temurxo'jadan ekan. Ismi? Elnora bola. Mana shu kurashtirib, yo'lda qizlari oxirgisi menga olish. 50 ming boshlanishiga. Nima bo'ldi? Bakal bu, nima bo'lyapti? Hozir kurashtiramiz. Bakal nima desa shadayin, to'g'rimi? Haqmi, nohaqmi? Bakal bu, nima bo'ldi? Halalmi? Erta xudoylikda o'zingiz javob berasiz. Zotini olib bering halol bo'lsa. Qaysi bo'ladi? Mana untalla, o'tir ikkalang. O'tir. Bir oyog'ingga ichib ikkalang. Tez ashki, qolib ketasan hozir. Skor kelmaydi, zafar bo'ladi. Skor kelmaydi. Alloh bilan sotib ketdi. O'tir, nima qilyapsan bo'ldi? Keldi. O'tir. Kel aka. Ishlamaydi, nima ishlaydi? Ishlamaydi. Oxirgi qo'llaring polvonlar. Ha, Mehroj. Halol Surxondaryalik polvonniki. Qastroqqa Menda qolib ketdi deb shashib istamasa. Nuroboddan Javohir polvon. Bu yer talab qilyapti Ishtixondan. Asilbek polvon. Ulg'or, ko'rishmaysizki. 100 ming so'mga kurashtiring. Ha, ana shu halol bergan bakoling oldiga bor, yana olishamasa yana zot qo'yib olishtiraman. Bor. Ishlab oldingmi? Ha, o'rtada hurmat blogerlar. Menga qaranglar-da. Sportni vaziyat bo'lsa o'zim so'rayman kamerani. Bo'ptimi? Mayli, so'rayman o'zim shu payt qo'yib bersangiz bo'ladi. Mana qarang, 5 ta 6 ta para olishyapti. Hozir bitta aylantirib syomka ko'rib kelguncha dori sovib qoladi. Tushunarlimi? Kurashasan bolam, o'tir. Kurashtiring. Bo'ldi, bir to'xtating, bir to'xtasin bo'ldi. Ha, mahalliy polvonlarning qani? Kel aka. Mahalliy emas-ku ular. Mahalliymi ikkovi? Rajab Zoir aka nomidan 100 ming so'm.
boshlanishiga. Mana shu kurashtiring. Necha bo'lsa shuni olib boring. Bektash aka. Bu Navro'z nima bersa shuni ola. Hey, boya Surxondaryalik falon qani bu yoqqa. Bu yoqqa qani norozi bo'lyapti-ki. Mana shu mahalliy balonlarga Navro'zchilardan yana bitta gilam ham bor. Ustida baka o'li eshitib qo'ygan. 100 ming so'm bir gilam. Cho'zilib ketdi-yu Umid aka. Cho'zilib ketdi bularga deyman. He, 8-9 sinf yigitlar. Bir gilam 200 ming so'm mana choy. Qarangni o'zim tanlab qo'yaman. Mana ertaga sharmanda bo'lma yana qaytarib choyni birovga berib. Qaysi bilan olishsiz? Orqaga qara. Qaysi bilan? Bular tanlama, buni tanla. To'xta, buni tanla. Mana uni tanla, mana uni. Bo'lmaydimi beqob kishi? Beqob, men sen tanlagan qo'ymayman-ku. Qaysiga olishasan bu bilan? Tasha. Bo'ladi. Kel. O'tir qo'yganing. O'tir. Aytayapman, ha. Sen tanlamaysan barani dedim. Qaydan? Ishtixondan aslidan balon. Qancharoqdan Navro'z balon. Boshlanishiga 200 ming so'm bir gilam bir Navro'zchilar hisobidan. Ha, mana shu bir chaka o'tib oyog'ini davraga ishma oyoq kiyimingda. Ikkovga bitta yaxshi zot qo'yib kurashtirib. Qo'shmisiz? Bir servis 100 ming so'm zoti bor Navro'zchilar hisobidan. Yonbosh taylasalaring beraman. Mana shu kurashtirib. Qo'ltaylar, kurash. Ramziddin, o'tirasanmi sen? Hurmatli mehmonlar va mehnat xalqi, mana bu yil 92-yillar mana shu yerda Navro'zni tashkillashtirib, elga dasturxon yozib, mana osh berdi, bizga konsert, mana kurash musobaqalari bo'lyapti. Bu yil estafeta bayroqchasi 1993-yilda tug'ilgan yigitlarga ekan. Mana shu yigitlar aytayapti, aka biz niyat qilganmiz, yildan yilga mana elimizda Navro'z ham, kurash ham, hamma narsa rivojlanib ketyapti dedi. Bu yiliga 2026-yilga kimki kurashga yoki boshqa biror narsaga niyat qilganlar bo'lsa, mana bu osh tovoqdan bitta olasizlar, kelib turib mana shu Navro'zchilarga yozdirib ketaverasizlar. Faqat davrani buzmagan holda. Iltimos sizlardan. Maylimi? Nima bo'ldi? Surxondaryo falon yiqitdimi? 100 ming bitta servizi bor, shuni bering. Kel. Temurxo'jadan Hayotpul falon. Talab qilyapti Sirdaryo viloyatidan Hoji Akbar falon. Umid aka bo'shmiz? Bir gilam 200 ming so'm. Navro'zchilar hisobidan boshlanishiga. Mana shu kurashtirib. Mahalliy balonlardan Dilshod balonga 50 ming so'm aksidan. 150 ming bir gilam bor. Navro'zchilardan yana 50 ming emayli 200 ming so'm bir gilam Navro'zchilardan. Ha, zatdan qara, to'xta ikkala balon, ha, mahalliy balon. Ha, zatdan keyin o'ylab beryapti. Shedan biradan beri yarim aka, har bittasi olda borib kelaveradi. Mahalliy balonlarga Tolib aka nomidan 50 ming, 250 ming so'm bitta gilam bo'ldi. Bitta qarsak bo'lsa shu mahalliy balonga ham. Hayrat qilgan balon.
Ey, kurasholmay qolasan. Bormi mana Sirdaryolik palonga? Kel. Bo'ladi. Tasha. Bunisini tasha. Kelib kel. Kelib kel, tezlash. Tezlash. Temur Xo'jadan Asilbek palon. Kelin Sirdaryolik palon, tezlash. Bu kurashdi. To'g'ri palon, uni qo'yib turing. Ha. Men bitta kurashtirdim buni. Ko'ryapsizmi? Siz bilmasangiz men bilaman uni. Kel. Bir adyol 200 ming so'm zoti bor boshlanishiga buni ishlang. Sirdaryodan Shahzod palon. Bunga talab qilyapti Temur Xo'jadan Asilbek palon. Ana shu bir chakka bor. Mahalliy palon. Kel aka. Shu Spartikanga hech qanday O'zbekiston Spartikani sen Zuborni deb hech kim chiqmayaptimi yo? Kel aka. Mana shu mahalliy palonga bormi? Kel. Yaxshi zot qo'yaman, kel. Qaysin kurashsan? Kel, qaysin kurashasan? Kel kurashadiganingiz. Yo'qmi? Kel kurashadigani. Kel. Kel, yechib kel birdan tapichgan. Mahalliy palonlardan Chingiz palon. Bunga talab qilyapti. Haydan. Bog'onaldan Elnur palon. Boshlanishiga 200 ming so'm bitta kelami bor Novruzchilar hisobidan. Mana Shahro akang oldiki. Mana sheyga olishtir. Mana qo'y palonlar. Kel mahalliy palon. Uni tekda. Hozir. Nima bo'ldi mahalliy palon? 1 kilo 250 ming so'm zotini olib berib mahalliy palon. Kel palon. Mana shuni qo'ying qamini, mana shu. Kel, yo'q, orqasi, kel. Yechinibdi-da birdan tapichga, barsofga. Mana ko'kalam bahorda o'tib borga matdan zo'r bo'lyapti. Yildan yilga noziklashib ketyapsizlar nima paloni? Bormi ish palonga?
Qaysing kurashasan, ha? Kel. Qaysing kurashasan? Bo'ladimi? Qaysi katta? Katta emas, bo'ladi. Bunisi, ikkalasidan biron tanla. Tezash. Tezash, ko'rish. Kapishkani ichib qo'yib. O'tirib tur qolana, sen ham zo'qdan. Quloq pochak. Bo'ldi işte. Tezki balon. Mirobod Qizil Karvondan Hamdon balon shogirdi Rizobek balon. Bunga talab qilyapti. Qazdirg'on To'qboydan Abduvahid balon. Boshlanishiga 1 gilam 200 ming so'm noruzchilar hisobida. Mana shu o'rtaga kurashtiring bular. Mana shu Shohruxma mahalliy Chingiz polvonga Abduvani tog'asidan 100 ming so'm. To'xta polvon. Bo'ldi, chaqiramiz. Mahalliy Arslon polvon bor ekan, bitta kiyimona kiyib kelsin. Chingiz polvonga Asqar polvondan yana 20 ming so'm. Mang. Nima bo'ldi zoti? 200 ming so'm 1 gilamida, 320 ming so'm 1 gilam bo'ldi. Kurashtiring balon. Novruzchilardan yana 30 ming so'm ketsa, shulardan ketsam bugun. 350 ming so'm 1 gilam Chingiz polvon bilan. Mana tovoq ko'targanlar orqada yozyapti, yozdiringizlar. 93-yillar yozyapti. Bu yiliga 2026-yilga niyat qilganlar keltirib yozdiraverasizlar shu orqaga. Nima bo'ldi Sharif polvon? Nima bo'ldi? Kurash ekan. Sen ey, sudyaning halol demasdan turib sen nima baqir-chaqir qilyapsan? Chingiz polvonga Alhom akasidan yana 20 ming so'm zot keldi. Qani boyagi mahalliy asl polvon kim? Kesinqay kiymonasini kiyib, bir akasi zot qo'yapti-da, unga olishtiraman deb. Halolmi? Xalq nima deysizlar? Mana muxlislar halqi beradi. Halol polvonni-ku. Bitta sudya yallashi mumkin. Shuncha odam allamaydi-ku. Surdirmada sursa. To'y kurashda suratda yiqitadi-da ya. O'tirib tur. Zoti 200 ming so'm 1 gilamida. Mana qo'shimchasi o'zida bakovulda. Nima Shohrux? Kel baqa, kel. Haydaysan. Bormi mana Sirdaryolik polvonga? To'xta, 66 mana kelyapti. To'y kurashda vesti belgilasa, ko'p ish bo'lib ketadi-ku. Ko'rish. Buyoqqa kel. Tapchani chekkaga qo'y polvon. Chekkaga qo'y. Bular mana o'tga to'xtat. Mana o'tgaring, ha. Aha. Birinchi zotini olib bering-da, yiqitganni zotini olib bering. Bo'ldi. Yiqitgan zotini olib bering. Bir yiqitgan odam majbur emas qayta olishga, xohlasa olishtiring. Yiqilgan palon ori bo'lsa, ertangi Navro'zga yo ertangi kurashga sizdan qo'yib borib olishsin. Kurashda ham yozilmagan qonunlari bor o'ziga yarasha. Fatim olib bering birinchi. Kim bu? Shohruh, bo'lishmisiz ki? Mana ikkingiz o'rtaga kim? Bo'ldi, palon, siz o'tiribdi. Sirdaryodan Alpomish polvon. Bunga talab qilyapti Mirobod Qizil Karvondan Sardor polvon. Polvonlar zoti Novruzchilar hisobidan
bir sarka 100 ming so'm zoti bor. Mana shu kurashtiring. Ke, olishsam bo'ldi. Kim olishadi ki? Yo'qmi kurashadigan? O'tibdi. O'tibdilar. Bu yerga nasib qilsa kirashimizga mana tovoqlar qo'yilgan. Nasib qilsa niyat qilib ko'tarib yoziringizlar orqaga o'tkazing. Hurmatli mahalladoshlar, o'tgan yili niyat qilib zot ko'targan akalarimiz, ukalarimiz shularni navbat ila qilib ketamiz. Almatov 86-yil Jasur aka 200 ming so'm. Jabborov Ahmad aka 86-yil akalamizdan 200 ming so'm. Tursunov Qo'lqan 93-yillardan Bersarka. Zokirov Dilshod 50 ming so'm. Jo'rayev Safar aka bor 89-yil. Ümit aka, nima bo'lyapti ikkala palvon? 150 ming so'm. Chiqala oxiri. Kurashdim. Kurashay palvon, nima norozi bo'lyapsan? Vakoli yetyaptimi olish, ish qila olish qani? To'qson sakkizinchi ukalarimizdan Sa'dullayev Nurbek 100 ming so'm zot. 62-maktab 95-yil bolalari Bersarka. Boynazarov Xudoynazar 95-yil ukamiz 150 ming so'm aytgan. Nima bo'ldi Zalot aka? Ikkinchi marta ham xolalari ish qiladi. Zotini olib bering. Zotini olib berib kelasiz. O'qiring bo'lib. Jo'rayev Zafar 89-yil 150 ming so'm. Rajab Jamol aka 89-yil Bersarka aytgan Jamol aka. Kinjayev G'anishir aka 87-yil G'anishir aka 200 ming so'm aytgan. Birdiyorov Diyamat aka 89-yil 100 ming so'm aytgan. Ro'zimurodov Obid aka 100 ming so'm. Qozoqov Xushnut 96-yil ukamiz 100 ming so'm aytgan ekan. Nurboyev Umrzo 95-yil 100 ming so'm. Qozoq Xushnut 96-yil 200 ming so'm ekan. Ilmuminov Mirjalol Bersarka aytgan. To'xtang. Javob hojadan Farhod Bolon. Bunga talab qilyapti Ishtixondan Usmon Bolon. Boshlanishiga bir adyal 100 ming so'm zoti bor. Ana shu bir chekka boriga opalar oldigan. Mana shu 5 ta para bo'lgandan keyin olishtiramiz endi. O'tirib bir tomosha qilingizlar. Kurashtiringizlar paralar. Hammasi ham lekin tomosha qiladigan para bo'ldi. Otayorov Aris aka 200 ming so'm. Qo'g'liyev Islom 200 ming so'm. Zaif Doston 95-yil 200 ming so'm aytgan. Hojiyev Ramil 95-yil 200 ming so'm aytgan. Nurboyev Fazliddin 89-yil 200 ming aytgan. Ochilov Asadbek Bersarka. Xoliyorov Izoz aka Bersarka 90-yil. Sa'dullayev Sardor 95-yil ukamiz 100 ming so'm. Musulmonov Odil 95-yillardan 150 ming so'm. Amrayev Dostonjon 96-yillardan 200 ming so'm. Og'abekka. Og'abek. Og'abek falon ki. Kel kurashadigan. Kel kurashaman degan yaxshi zot qo'yaman.
Ke. Bormi polvonga? Nima jimib qoldi? Bormi? Bu tarafga qarang. Bormi polvonga? Ke kurashaman deganing. Yo'qmi? Kemandan kelib tayyorib turgan. Yo'lda kelayotgan bo'lsa kerak deb polvon qolgan. Nima bo'ldi? Qaysiniki? Sirdaryolik polvonnikimi? Orqadan muxlislar, halolmi? Halol Sirdaryolik Alpomish polvonnik. Zotini olib bering. Kimga Sanjar? Bo'ladimi? Ke, bo'ladi. Jizzaxdan Sanjar polvon. Bunga talab qilyapti. Elimdan Fayaz polvon. Shahro, zotini olib bering, uni bo'ldi. Fayaz zo'rmisan? Bering, Shahro o'ziga bering, oladi. Alpomish polvon, zotni odam yoqqa kel. Shahro kel. Jizzaxdan Sanjar polvon, Elimdan Fayaz polvon. Noruzchilar hisobidan 300 ming so'm boshlanishiga. Mana shu kurashtiring, mana shu bir chekka. Umid aka nima bo'ldi? Kuchdan keldimi? Olib boring polvonlar. Polvon bor. Ikkovini ham rozi qiladi shu noruzchilar. Polvonlar, bu yig'ma bir mana shu yelliklarni nombuz kurashda birov to'y qilib berayotgan yo'q. Biroz yiqitalmadingmi, nechaga nima bersa shuni olasan, rozi bo'l. Tushunarlimi? Ertaga kurash tugagandan keyin yo'lda nariyoqqa o'tib negativ fikrlar bo'lmasin hech kimga. Ular ham hafta 10 kun, bir oylab chopa-chop bilan Navruz qilyapti, boshqa qilyapti. Alpomish polvon, keyin sotasan sarkani, bu yoqqa. Sirdaryolik Alpomish polvon. Alpomish polvon. Sarkdan keyin sotasan, 4-5 ta qo'ygan bu yoqqa. Samarqandlik polvonlar kanalini topdim, tez kelib ekan. Yiqitsang shu bugun bir mashin sotib ketasan shu. Mana tanlachalar savtasin. Nimaga? Tanla. Uka. Kurashga, to'y kurashga iz bo'ladi-da. Baribir olishtiraman. Mana bunisi bo'ladimi? Tasha. Bo'ladi. O'tirib turasizlar. Tez kelib kel. Nima bo'lyapti, Alg'ar polvon? Nima bo'lyapti? Ikkovim rozimi nechaga? Olishmayaptimi? Olishmasa olib kel bunaqa. Belga rozi bo'lsa quchoqlashtiring. Halol polvonni, mana polvon zotini beringizlar. Ke polvon. Qancha vaqtdan? Ramzan polvon. Temirxo'jadan Dilshod polvon. Bir adel 200 ming so'm polvonlar. Bir adel 200 ming so'm. Mana shu bir chekka kurashtiring. To'xtadi, mahalliy polvon taqobda shuni bitta kurashtiring. Kim bor mana shunga kurashadi? Kel. Qalla. Bo'ladimi tez kelibdi. Tez kelibdi. Shunga tez kelibdi. Nima bo'ldi? Halolmi? Halol polvonni, ke polvon.
Qani boyagi Alpomish palon tezki. Dam olib qoldingmi? Yiqitgan balon zotini olib beringizlar. Surma, surma, ey balon. Surma, tizzasi tegan ekan surma. Nima bo'ldi? Bari, kuchdan keldimi bari? Kel, balon kel. Ey, Sirdaryolik Alpomish balon, kel. Alpomish balon. Kel baqa. Mana Sirdaryolik Alpomish balon hozir bitta yiqibdi. Qizil Qarvonlik Sardor balonga. Unga talab qilyapti ziga. Temirxo'jadan Shohris balon. Yana bir sarka 200 ming so'm zoti bor shu balonlarga. Kim bu stokda ekan? Mana bir tartib qo'yingizlar. 92 lar. O'rtaga bakol. Bakol qilayotganlar. Tartib qo'yingizlar dashyapti bir. Boya bakollik qilayotgan. Bor. Keyin buyoqqa keng, mana bu yerda meni buyoqqa keng. Kel. Alpomish palon Sirdaryodan, Temirxo'jadan Shohris palon. Bir sarka 200 ming so'm bor. Mana kurashtiring. Kurashtiring. Kel palon. Qaydan? Mahalliy palonlardan Diyor palon talab qilyapti. Qizil Qarvon Faxriddin balon. Ular bo'shmasiz 100 ming so'm bitta deyali bor. Ben şey kurashtiring. Kimga? Bo'ladimi Sirdaryo palon? Kel, yechim. Kelibdi, bir oyog'i bilan hech ko'proq. Kim bu shunaqa o'yinlarda ne? Kim bu? Kim? Sirdaryodan Shahzod balon. Qashqadaryo kitobdan Jasur balon. Talab qilyapti unga. Bir adel 250 ming so'm zoti bor balonlar. Men shu kurashtiring o'rtaga. Nima bo'ldi palonga? Kurash bilan mehmonlarni ham hurmat qilib kurashinglar bir-birlaring. Shohrux mana o'rta Shohrux tiqilib qol. Shohrux mana bu. Sanjar. Ke ilmlik palon. Bosma. Mana palonga bor, u kechikib ketdi hozir. Katta ekansan, o'tir. Bunisi-chi? U ham kattami? Bunisi ham. U ham katta ekan. Bunday qilganlar balon buni. Bitta aylantiring, bitta faras chiqsa, o'tiring. O'tir. Mana men berdimda aylantiring bitta. Ana shu Samarqandlik to'xta, o'tkir balon shagird bo'ladi, ana shu. Bo'ladi ana shu. O'tir. O'tir, tegirmon navbat bilan o'tir. 5 topishgan balon.
Kel. Samarqand shahardan isming Azizbek falon. Bunga talab qilyapti. Hazarg'ondan Kozim falon. 200 ming so'm mana shu kurashtiring, bu yoqqa olib. Hurmatli kurash muxlislari, hurmatli falonlar, ertaga Nurobod tuman Torto'li qishlog'ida katta kurashi bor. Mana Navro'zchilar telefon qilib aytayapti, ana shu yerda 84-yilda tug'ilgan akalar yig'ilib qishloqqa Navro'z qilib beryapti, katta kurashi bor. Avtomobildan tortib to tuya qishigacha. O'rtada tuya, toy, ho'kizi ham. Reklamasini ham ko'rgansizlar sport guruhlarida. Joppa shaqa o'tirasizlar, palvonlar va kurash muxlislari hammalaringiz taklif qilyapti. Ertalabdan oshi ham bor. Samarqand viloyat Nurobod tuman Salimbo Torto'li qishlog'iga, Ulus Torto'li guzariga joppa o'tirasizlar ertaga. Nima bo'lyapti Sirdaryolik palon? Ha? Davay, palon, kurash, hurmat qilib olishinga bir-birlaring. Katta palonlar, gapni eshitamiz endi. Mana Navro'zchilarning hisobidan bir veligi bor, ustiga 200 ming so'm zoti bor. Pulga hisoblasang 1 million bo'ladi shu ham, salkam. Oshmasa. Kel. O'g'aylar, yosh bola yo'qolib qolibdi-da, bitta e'tiborli bo'lingizlar. Bitta qarab berib yuboringizlar uydagilarga. Kel mana Firdavs palonga. Kel. Bormi palonga? Menga bir choy do'ka, kelikka. Palonlar. Ke mal ana. Borif. Bormish palon, ketar. Mana palonga bormi, ke? Bo'ladi. Ko'rish, kelibdi palon. Kelibki zoting aytaman. Borib chapchiqang chetroq qo'y. Mana shu mahalliy palonga zot qo'yilganda akasi. Ke o'zin tengi ke bitta. Ke, bo'ladimi shu? Bo'lmaymi? Bo'lmaydi ekan sonka. Yana qaysi bo'ladi? To'xtaman, birini topamiz-da. Bunisi bo'ladimi? Ha? Bo'ladi. Mahalliy palonda endi ligotasi bor ekan. Ke, oyog'ingga chiqib qo'y. Mahalliy palonlardan Aslanbek falon. Bunga boyagi Kavda akasi 100 ming so'm zot qo'ydi. Kesib boğası 100 ming zot qo'ydi. Necha bu? Halollanishdi Temur xo'jalik falondik. Bitta qarsak bo'lsa, chiroyli bir rosa ichadi. Halol falondik. Zotini olib bering. Unga talab qilyapti Temur xo'jadan Husan falon. 100 ming so'm Aslanbekning boğasıdan, 100 ming so'm Navro'zchilardan 200 ming so'm zot. Mana kurashtiring. Kurashma şeyga. Barifki. Barif palon. Barif palon. Ergash Muhammad Ali ukamiz 100 ming so'm.
Jabborov Zoir aka 84-yil akamiz 150 ming so'm. Javliyev Firuz 91-yil 200 ming so'm. Babayorov Zayniddin 85-yil akamiz 200 ming so'm. Nurboyev Botir aka 88-yil 1 sarka. Mirzayev Navruz aka 88lardan 1 sarka. Yusupov Jasur aka 86-yil 100 ming so'm. Musulmonov O'rol akamiz 94-yil 1 sarka. Ilmuminov Zoir Zokir ekan kechirasiz 94-yil 100 ming so'm. Usmonov Zuhriddin 93-yil 200 ming so'm. To'xliyev Muhriddin 94-yil 100 ming so'm. Ro'ziyev Xudoyshukur 85-yil 1 ichki. Rajabov G'olib 91-yil 200 ming so'm. Ochilov Jasur 89-yil. Surxondaryodan Zafar Palon. Bunga talab qilyapti Pazdorg'om Qoncharoqdan Bunyod Palon. Boshlanishiga Navruzchilar hisobidan 1 sarka 250 ming so'm. Mana shu o'rtaga kurashtirasiz. Palonlar yaxshi o'yin ko'rsatsa qo'shib ketaveramiz. Kurashtiring. O'rtada bakolar, qarangizlar formasi zapravka qilsin. Bir veliga 200 ming so'm ko'targan Firdavs Palon qani? Chandirdan Firdavs Palon ki. Bormi mana palonga? Firdavs Palonga bormi? Navruzchilar. Bir kishi tegizlar baqa mana uni taylantiringizlar palonni.